Endi Ali ibn Abi Talib qarang. Bir dona xurmoga yarasha ishlab, bir dona xurmoni olib Fatima Zahroning oldiga kelyapti. Yo'lda birov Alloh uchun bir narsa bering deyapti. Allohning nomini o'rtaga qo'ygan uchun Ali roziyallohu anhu berdi. Chunki ishonchi aniqda, Alloh uchun bersa qaytishi. Alloh uchun berilgan narsa albatta qaytishligi ishonchi komil. Biz ham iymonimiz komil, lekin bitta ona bo'lsa bemaslikda, to'g'rimi? Ikkita bo'lsa ham mayli, bittasini berib, bittasini olib qolardik. Bir dona ya. Yana qaytarib aytaman, yarim kilo bo'lganda mayli ikkitasini berish oson. Bir donani olib berdi. Uyga qaytib keldi, onasiz. Nima bo'ldi keyin qissani davomida? Qani ona Fatimani, ona yo'q, biroz so'radi, berdim deb turdi, eshik taqilyapti. Ali ibn Abi Talib eshikni ochsa, bir odam qo'lida xolta bilan turibdi. Qancha vaqt o'tdi deysizlar? Abdurrahmon ibn Avf bersa aytdilar, kech payt berar ekan Alloh. Ali ibn Abi Talibni bitta onori qancha muddatda qaytib keldingizlar? Haligi eshik tagida turgan odam bu dedi, xoltani ko'rsatib. Allohdan payg'ambarga keldi, payg'ambardan sizga keldi dedi. Shunga ochib qarasa, ona bir xolta. To'xtab turib, ochib sanadi. 9 ta. Qancha deyilgan? 10 ta deyilgan. Robbisini Robbisini va'dasiga ishonchi shu darajada komilki, 10 ta bo'lish kerak. Sanadi. So'rayapti. Allohdan bu rostdan Allohdan payg'ambarga keldimi? Ha. Payg'ambardan menga keldimi? Ha. Unda 10 ta bo'lish kerak. Yonboshdan chiqarib berdi, sizni sinamoqchi edim. Ko'rdingizmi ishonchni martabasi?